Kalila va Dimna. Tulki bilan nog'ora masali. Donishmandlar aytibdirlarki, ko'p gapirish aqlning ozligidan, yolg'on so'zlash irodaning zaifligidan, ovozning balandligi ichida hech narsa yo'qligidan dalolat beradi. Tulki bilan nog'ora masalidan ma'lumki, har bir ovozi yo'g'on, gavdasi katta pahlavon bo'lavermaydi. Sher so'radi: "U qanday masal?" Dimnaning shohga aytgan masali. Deydilarki, bir tulki o'rmon oralab ketayotib, bir daraxtning tagida nog'ora yotganini ko'rib qolibdi. Shamol esgan sari daraxt butoqlari nog'oraga tegar va nog'oradan dahshatli ovozlar chiqar edi. Tulki nog'oraning ovozi yo'g'onligi va jussasining kattaligiga qarab, nog'oraning yohi bilan go'shti ham ovozi va jussasiga yarasha ko'p bo'lsa kerak, deb og'zining suvi keldi. Ko'p urinib nog'orani yorishga muvaffaq bo'ldi. Lekin qurigan teridan bo'lik hech narsa topmagach, gavdasi yo'g'on va ovozi baland narsaning ichi bo'sh bo'lar ekan dedi.